بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ötkenki derste Kitab-ül Kısme okuyan taksimat kılışının meşru ekanligi, bunun icma bağlılığı, Kur'an hadisden delillerini keltirgandan taksimatning turlarini bayon qilgan. Qismat riqabul amwal, qismat manafi' riqab deb ikkiga ayrildi. Her bir türlü bir qancha qismga ayirdik. Yani g'ayri manqul narsalar الربا والأصول diyendik. Unda al-fasl al-awwal fi-riba. Yani g'ayri manqullardan zimin, uy, mulk. فأما الربا والأصول أصول ديننا شؤون يتكلم مدغن زمن بس فيجوز أن تقسم بالتراضي üzere razışıp manisen al anımın alayda razışıp taksim kılasın buldu. Mesela iki olsa ağın silahı Allah'ım aynı alaydısan adıganı gereğini adıgan mankasın diyende. Şimdi razışık kesi buldu. O gerçi o dükkan mesela zaman birisi çoğun birisi küçük birisi kımmetli birisi törek bozma razışık ekeniken buldu. Ve biz suhmeti yani ülüşülen siham mançı ülüş mesela mirasta 4'ten biri 20 6'dan biri diyende tasmalı var 8'den biri var. Yani ülüşülen taksim kısmı buldu. İza uddilat bil qiyma. Kımmeti bilan hammasi tang baravar qilinib, masalan 100 ming ko'ylik bir zimin bo'lsa, buni 10 ulush qilmoqchi bo'lsak, har bir ulushni 10 ming ko'ylikdan qildik masalan. Yani ziminda tang taqsim qilib kelsak, ba'zi zimindan azroq zimindan qimmati yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ama obdan o'rinda kun tushadigan, do'qmushga, masjidga yaqin, ko'chaga yaqin manda bo'lsa qimmat bo'lsin. Qimmat bo'lgankin azroq bo'lsa-mu, qimmatini 10 mingga o'tirilik. Ha, jiqroq bo'lsa-mu, qimmatini 10 mingga o'tirilib, bunda qilsak, o chaqda ta'dil bil qiyma qilgan bo'lamiz. Degan qimmatini shunda to'g'rilab, har bir parchasini 10 ming ko'ylakdan qilib 10 parcha qildikmi? Yani degan ondan har bir odamga masalan bir sahmi qildigan bir sahmi bor. Ikki sahmi qildigan ikki bor. Shunda taqsim qilamiz edi. اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا. Bunda asasen icmalen ittifakla. Bazı bir tefsilatta jinski yerlerde ihtilaf oluşu mümkün. Çünkü umuman ittifak geldi. Ve in kanu ihtalafu fi mahalli zalika ve şurutihi. Gerçi ola qanda o'rinda, aslında taradi qilamiz, qanda o'rinda qimmatini tang barobar qilib turib, ulush bilan taqsim qilamiz deganda ihtilof qilgan bo'lsa-mu, umuman hammasi shu ikki xil usulda taqsim qilish ittifoq. والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة. تقسيمات ديان bir o'rindagi ziminda bo'lishi mumkin, bir necha o'rindagi ziminda bo'lishi mumkin. Masalan bir shirkat bo'lsa, buning 5 yerda, 5 shahada uy ziminlar bo'lishi mumkin. Yoki bir yerdan bir parcha zimin bo'lishi mumkin. فإذا كان في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة. Eğer bir parça olab bir necha yanga tang taqsim qilib bo'lsa, biz sifatiga subtimi tang, hammasi yo'lga tutishilgan. Masalan, hammasi kunga degandek. Walam tanqus manfaatul ajza'i bil inqisam. Taqsim qilgan chaqda bo'lish bilan uning manfaati yo'qolib ketib qolmasa, kemiyib ketib qolmasa. Ba'zi shunda bo'lsaklar birisininki ko'chaga chiqadigan yo'lni taqilib qolishi mumkin. Ishidagi bir parchamiz. Yoki boshqa narsalar munosib o'zib qolishi mumkin. Suv, tok, har turli narsa. Shunda kemib ketmasa, hamman tang, foydasini tang, sufitini tang, hamma narsa tangda taqsim qilib bo'lsa bir parchani. Shunda taqsim qiliblar majburiy ulashtiramiz. E'tiroz qilib unda olmaymiz. ويجبر الشركاء على ذلك. قالسم شنا سامش تجديد بلم تقسم كلش. وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه أنا بعضن تقسم كلش ياسك وهر bir parçası faydalanılmaydigan narsaga to'g'ri kelib qoldi. Mesela kichik bir do'konni taqsim qilsa, ikki do'kon qilib ochib bo'lmasdi.
yoki hech nima bo'lmasdi, hech nimaga kakelmasligi mumkin. Faxtalafa fi zalika Malikun va ashabuhu. Shunlar hamda foydasiz narsaga taqsim qilinib qolgan, foydasiz holatda bo'lib qoldigan taqsim qilsa. Bunda ahvolda Imom Malik va uning shogirdlari ixtiloflashib qoldi. Faqala Malikun innaha tuqsamu baynahum idza da'a ahaduhum ila zalik. Ash-shirklarning qaysi biri bilib bason deb tursa, taqsim qilaveramiz debdi. Walau lam yasir li wahidin minhum illa ma la manfa'ata fihi misla qadr al-qadam. Her bir odamga o'zi foydalanmaydigan kichik bir taysimi majbur uni taqsim qilamiz. Masalan bir puti dastigidek, putni qo'yg'idak shunda bir 30-40 santda bir yer taysimi bireydan shu shirklarning birisi taqsim qilib bersin deb turgan ekan, taqsim qilyapmiz. Ziyan taqsim mayli demoqchiman, ha? Wa bihi qala ibn Kinanata min ashabihi faqat. İmam Malikning mushqarishini shogirdlardan Ibn Kinana tutdi deydi. Boshqalar bu qarashni olmabdi. Bir shogirddan olmabdi. Bu İmam Malikningki xalfat shogirdi. Osman ibn Isa Abu Umar. İmam Malik vafot bo'lgandan keyin İmam Malikning o'rnida shu halqasida dars bergan shogird. Wa huwa qawlu Abi Hanifa va Shafi'i. Bu İmam Abu Hanifa va Shafi'ningki qarish shu dedi. Demak İmam Abu Hanifa va Shafi'i va Malik uchaylarning qarishi foydalanmaydigan parchadan tegadigan bo'lsa-mu taqsim qilyapmiz. Wa umdatuhum fi zalika qawluhu ta'ala mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda. Allah Ta'ala'nın sözü dedi. Çünkü az olsun, ko'p olsun, hammalarga belgilangan farz qilingan miqdorni taqsim qilmaymiz degandikan, buni enatadi. Buni foydalanib bo'lmaydigan degan ayirgan ish yo'q. Qalla minhu aw kathur. Az olsun, ko'p olsun dedi. Bu bir tarafdan aslida al-irada al-insaniyani oldin o'rin qo'ygan. Ba'zi narsa ziyon chiqsin, men bunda qilishni xohlayman desa biz uni majburiysan, yo'q bu sana ziyonliqda, unda xohlasam bo'lmaydi deb foydali tarafga biz zo'lash haqqimiz yo'q. Insonning o'zining irodasi oldin o'rinda turdi demakchi. Wa qala ibn al-Qasim, Imom Malikning shogirdlaridan ibn al-Qasim, ya'ni Imom Ahmadning mushqarashini tutgan. لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة. تقسم قلشتن زيان كيف قمايدغان. Andın taqsim qilgandan har bir parchasini har bir parcha tekkan kishi foydalanadigan bo'lsa taqsim qilamiz debdi. Wa in kana la yura'i fi zalika nuqsan ath-thaman. Uni qimmati to'lab ketsin, yuqoriga ketsin, uni qaramaymiz. Foydalanamdi, shuni qaraymiz. Bu nuqson ath-thaman degan bir parchani masalan 100 kvadrat qiladigan bir parchani 12 ulushga taqsim qilsa, buni masalan 4 ulush bir setaydi, ya'ni 2 ulush bir setaydi, 1 ulush bir setaydi bo'lsa, ba'zi qaznaqdek bir ya bir setayishi mumkin. Lekin shu qaznaqdek bir ya ko'chib qarab turgan, do'kon qilib satsa, ichidagi xili cho'ngyaning qimmatida bo'lishi mumkin. Tushunami? Demak, taqsim qilish orqali direkt jiqyaning qimmati hozir tushib ketdi, tamom. Masirtdagi ko'cha qarab turgan kichik bir yerning qimmati oshib ketdi. Qimmati oshib ketsin, qimmati kamlab qolsin, uni qaramaymiz. Foydalanamdi, foydalanadi. Hech bo'lmasa do'kon qilib foydalanadi. Kishilikni ham omma qilib foydalanadi deydi. Wa qala ibn al-Majishun, İmam Malik'in şagirdlari ibn al-Majishun dedi, yuqsamu idza sara li kulli wahidin minhum ma yuntafa'u bihi. Foydalanadigan bir parchadan teksa taqsim qilamiz. Wa in kana min ghayri jins al-manfa'ati allati kanat fil ishtirak aw kanat aqall. Shirk olan manfaat jinsining boshqa narsa. Masalan, boshda zaminga ishtirok qilib shirkat kelishdimi? Shirkchilik zaminda ekan. Keyin bu bir qismi do'kon, bir qismi uy. Bunda bo'lib qolsa-mu, har biriga dil shirk bo'lgan narsa tegmay, boshqa shirk bir narsa tegib qolsa-mu, foydalanadigan narsa bo'lsa taqsim qilinadi. Masalan, bir binoda, masalan, shirk binoda oilalikda turadigan uylar bor.
astida dukan bor, uning tagida amba bor. Bunda bo'lgan bo'lsa, birisiga ambani taqsim qilib masalan. Birisiga dukanni taqsim qilib, birisiga uylarni taqsim qilib. Bunu bo'ldi demoqchi. Lekin hammaga tang taqsim qilmaymiz degandek gap ma'lum. Masalan, dukanni hammaga tang taqsim qilib, uyni tang taqsim qilib, ambani tang taqsim qilish degandek emas. Yoki bunda desak bo'ldimi? Asli zaminning ustidan manfaat bordi. Bir qismiga pulni taqsim qilib, bir qismiga zaminni taqsim qilib berib, bunda biz taraf qilsak bo'ldi deyish mumkin. Asli zaminda shirkchilik qilgan bo'lsa, lekin shirkchilikning bir qismini pulga aylangan bo'lsa, pulni birisiga berib rozi qilib, bo'lib qo'yib, zaminni birisiga berib deganda bo'lishi mumkin. وقال مطرف من أصحابه إمام مالك شاكر مطرف بودته إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم faydalanmaydigan bir paysidan bo'lsa taqsim qilmaymiz. Va insara fi hadd ba'dihim ma yuntafa'u bihi va fi hadd ba'dihim ma la yuntafa'u bihi qusima. Ba'zilar o'ziga tekkan parchadan foydalanadigan, ba'zilar o'ziga tekkan parchadan foydalanmaydigan bo'lsa, ya'ni taqsim qilaveramiz deydi. Va jubiru ala dalik. Ashuni majburlaymiz. Majbur olsa deykan. Bu Imom Malikning Imom Malikning qarshiga o'xshab qolgan. سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير. Bunun az tigilgan adam bunda taqsim qilaveramiz zade deb talab qilsin yoki jiq tigilgan adam talab qilsin bu taqsimotni taqsim qilaveramiz. Chunki buning ichida cho'qim bir foydalangandan birasi bor. Va qila yujbaru idza da'a sahibun nasibul qalil. Yani bir ajra qarashda Imom Malikning balki shogirdlaridan birisi shunda qaraganda az nasibisi bo'lgan kishi bilib basin mayli deb tursa bilamiz. Yani bu qanday ahvol desa, ba'zida foydalanadi shu tekkanimidan, ba'zida foydalanmaydigan. Demak, bu ajiz qarashda az nasibisi bor kishi taqsimot talab qilsa, taqsimga majburlaymiz. Wala yujbar in da'a sahibun nasibil katir. Ko'p nasibisi bor odam taqsimot talab qilsa, majburlanmaymiz. Wa qila bi'aksi hada. Yani bunun aksimi debdi. Yani nasibul katir taqsimot talab qilsa majburlaymiz, az nasibli odam taqsimot talab qilsa majburlamaymiz. Va huwa da'ifun. Bu anda az bilan ko'pning aylig'ini ayirish bu ojiz demoqchi kerak. Shu oxirgi ikki qiyla qarashni ojiz demoqchi. Demak, yuqorida jumhurning qarashi foydalanmaydigan bir parchadan tegadigan ahvoldami taqsim qilaveramiz. Yani taqsim qildi. Taqsim qilgandan keyin cho'qim u foydalanmay tashlab qo'ydi. U o'zining nasibasini foydalanadigan, ya'ni bir ulushni odamga so'zlashib ketishi mumkin. Ya'ni undan taqsim qilsak, bu hargiz foydalanmaydi degan gap chiqmaydi. Cho'qim foydalanadi. Ham buningda insoniy irodatni oldin o'ringa qo'yish bor. İnsanning irodasi, haqqimni taqsim qilib olaman deb turib oldi. Taqsim qilamiz. Yo'q, sen foydalanmaysangiz ham bo'ldi deb unda to'siq bo'lmaydi. واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام. اختلفوا عن بالمسألة مش باب مناسب لك بالناسة bunun manfaati taqsim qilish orqali boshqa bir shaklda foydalangan narsaga almashib qoldi. Mesela bir taqsimot bor. Mush taqsimotda mush uyni yo do'konni yo qanday bir narsa taqsim qilsa, bunun shu burunqidek holatda foydalanib bo'lmaydigan, lekin taqsim qilib bo'lgandan keyin boshqa shaklda foydalanadigan bo'lishi mumkin. Mesela bir uyni taqsim qilib o'tib qolsa, uni turalg'i uy shaklida foydalanib bo'lmaydi. Chunki uni oshxonasi, hammom tekka odam uni mehmon xizmatga o'tirolmaydi. Tushunami? Uni cho'qim qanday qiladi? Uni yo amba qiladi yoki do'kon qilib foydalanish mumkin. Ya'ni masalan hammom debdi. Muncha. Mesela munchidan foydalanish yo'q. Mesela munchini, shundan bir munchini hozir 8 ga taqsim qiladilar. Qancha ekdan? Bu bir odamni chirib o'tag'ida yo jungdek yo qilmaydi-ku. Shunchalik taqsim qilish mumkin emas. 1 metrdan. Ya'ni buni foydalanolmaydi. Lekin taqsim qilganlar men buni munch qilib ishlatmayman yoki hojatxona qilib ishlatmayman. Bunda narsa kerakligini qo'yib qo'yadigan qaznoq, amba qilib qo'yish mumkin deydi. فقال مالك يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين. Ve bunun foydalanish turi o'zgarib ketgan bo'lsa, ikki sherikning birisi yoki bir qancha sherikning birisi taqsim qilib deb qolsa, taqsim qilaveramiz. Bu yana foydalanib bo'lgan ekan. Va bi qala ashab.
وقال ابن القاسم لا يقسم وهو قول الشافعي وإمام شافعي يعني إمام أبو حنيفة وأحمد جمهور قرشيكين ابن القاسم تقسم قل الميدو فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أمشار تقسيمات قسم بميدو دب قرأ الله كي دليل مشهدس أجل قدس lekin necha xil yo'llardan rivoyat qilingan. Necha xil yo'llar shuna jilsak, bunda bitaaddud turuq misal jildinan. Yataqawwa bitaaddud turuq. Ya, boshqalarni saydabmi? Bu qoida Qavoid fiqhiyya kubra deb 5 qoida bor. Shuning birisi ad-dararu yuzal degan qoida. Bu qoidaning dalilimiz la darara va la dirar. الضرر يزال الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير باش شون القواعد الفقهية الكبرى لهم باش شون قاعدة باش شون قاعدة هر بسنة كده قاعدة قاعدة يكسك أنهم بشوا الضرر يزال من الشدة شو الضرر تبث المعذورات بعد إمام أحمد ومالك رواية كذا اسمه حسن بسك بولدم وعمدة من رأى القسمة تقسم قلودمز جلان دليل بوسا قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يقرق مسألة كي نونمو دليل مشو هذا مشاهد مو لكن يقرق مسألة ده qaydilanmaydigan shakldimi bir baş teksa cho'qim taqsim qilayotimiz deganlardan imom Abu Hanifa, imom Ahmad, shunama yoki Shafi'i mayam o'tib ketdi. ومن الحجة لمن لم يرى القسمة تقسم قميمز يلقى دليل بلدغان دلادن ما اسم بارد حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم تعضية ديان تفرقة دبتو أيرش يوق أيرش يوق دبتو على أهل الميراث ميراث إقلري ميراث قرلاغا تقسم قلوت يوق دمش مشاد إلا ما حمل القسم ما حمل القسم ديgan taqsim qilsa ko'taraligidak narsa bo'lsa taqsim qilamiz taqsim qilsa ko'tarilmaydigan narsa bo'lsa taqsim qilmaymiz ma yatahammalu qasm taqsim qilsa ko'taraldi ya'ni har birisi ayrim yani ishlatiladigan shu soat ishlatiladigan narsa bo'lsa taqsim qildim agar undan foyda usuli bo'lmaydigan foydalanmaydigan hali kelib qolsa taqsim qilmaymiz Jabir an abihi yani Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu demoqchi lekin bu hadisni Jabir ibn Abdullah rivoyat qilgan tasdiqini o'qigan Muhammad ibn Abi Bakr ibn Hazm an abihi Jabir an abihi Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu demoqchi amaliyotda bu Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Muhammad ibn Abi Bakr ibn Hazm shu rivoyat qilgan hadisun da'ifun rawahu Darqutni nima بيهقي كدار قطني والدار قطني يقول لا قسمة بينهم وتقسم قمايمز unda qaydilik shaklda bo'lmasa taqsim qilmaymiz degan mazmun chiqdi demoqchi وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحد أما o'ziman bu narsa bir emas bir qancha ekan bir qancha parcha bunda bo'lgan holda فإنها لا تخلو أيضا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع bu ikki xil bo'ladi ya hammasi bir turli narsa bo'ldi yoki bir-biriga o'xshamaydigan narsa bir yerda zavsam bir yer bor yana bir yerda tirim bir yer bor yana bir yerda do'kon bor yana bir yerda uy bor فإذا كان متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون اگر bu narsalar shunda har xil bo'lmay bir xil narsa bo'lib qolsa bir xil zimin narsa ekan u yerda 5-6 yerda shunda uy mulk ziminlar ekan İmam Malik debdi إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة agar shuna o'xshash bo'lib qolsa bit taqvim degani qimmatini baholab taqsim qilsak bo'ldi va ta'dil degan qimmatini shunda tuzashtirib ma'lum kamyernimishga zimin bilan bunda to'liqlatib taqsim qilamiz va suhma degan ulush hisob bo'yicha falonning sheriksizlikka jiqraqdi buni 2 ulush qilibdi desa o'sha har bir ulushni biz parchadan hisoblasa 2 ulush bor yo'q yani birining 4 ulush qildi 4 ulush bor yani birining 5 ulush qildi Xuddi meros bo'yicha.
Yani kıymeti tang bo'lgan qadar uni tuzitib, kirgizib, undan keyin bir ulushdan tang narsaga aylantirib, her bir ulushni ayrim hisoblab bilan 2 ulushdagiga 2, 5 ulushdagiga 5 nimada birimiz. وقال أبو حنيفة والشافعي إمام أحمد بالله بل يقسم كل عقار على حدته. بولدتو توبش يادا أخشش ياك زمن بوسا أي توبشni her birini ayrım bölümüzdür. Mesela töz şerikke töt yada uy vakin dedi. Her bir öyle tötkü bilkemiz. Malum tötkü bilar, alim tötkü bilar, alim tötkü bilar, alim tötkü. Bir ödülen tötkü bilar ne ekemiz. فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة. Şirklerge taksimatın kırdıgan ziyan mağda yengilerek buludu. وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة. Yani ikinci grup yani cumhur ulamalar her bir zimin öz aldığı bir parçası buldu. Öz aldığı ayrım bir muayyen bir nas bulup gidiyor. Çünkü her birde eğer şirkçilikten numara kalsa şebilik hakkı ispatlandı da nağınki her birde şirkçilik oldu. Yani her birde şirkçilik bağ deyimiz. Bütün toplumu demez, her birde ayrım şirkçilik bağ tarayımız. لأنه تتعلق به الشفعة. Çünkü her birde aynı şirkçilik boğaçka şebilik hakkı kilitli. Eğer bir oğan bolsa, aşnası tüt olmay bir oğan bolsa nalda şirkçilik sebebiden şifa hakkı kilitleşir. Doğruken aşağıda ayrım halette hakkı bağ değmez. Yani bunda demek şu İmam Malik'in karşı boyunca tüt eylen cidden elblam okusunu buldum. Kımmet okşaşı yapmaz. Ya da razı bulmayan takdirini biz aşağı mecburdan doğup Kazıkhana ya hükümet mesela. Kaysı bizim kanunumuzu bekitsem şu iş karşısına. Cumhurun karşı boyunca her bir oyun taksim kullanıyor. Razı şirkette ya razılaşmaya mı? Şu ödümü bir parçalama, malum bir parçalama da parça şu boyutta taksim kullanıyor. Mecbur. Çare yok ona. واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في النفاق. عند bu türler oksuz bulmadı. Aslı tigi bir bunu hem söyledi, hem sizimin. Yani el-enval muttefika demek. El-enval muttefika bizlerdir okşaş boğan öy yak zimin boğan azırken. Hemmisi ak ziminken, yak hemmisi turağı iken, yak hemmisi dükenken. Bunda ahvalda. Bunun mesela birbirine farklı turduğun mesela bazı yerinin bazarı işittik, bazı yerinin xiridarcı, bazı yerinin xatlığa göre kızıkıdığın bunda bu. Nefaq diyen bazarı işittik. Tiz satkılı olduğun xiridarcı var diyen. Nafiqa diyen er-raice. Demek tütyada okşaş tözümün bakın. Lekin ma biriyaninki bazı kıymetlere çıkıdı. Çünkü bu şehrin oturda, merkezde mesela. Bunda bu onken hakla buna kaçan da olsa sataygen satkılı buldu. Ama nefaq diyen şu, bazarı işittik. Unda okşaş bulmuş şu dese İmam Malik yaptı. Ve intibaatın mevadi'uha birbirinden jira koyup geçsin lekin bazıdan bazarı işittik. Bazı gacı satkılı olduğun, hemmeden aldığın, bazıdan almaydıgan bunda bulup kalsa ala thalathati aqwal İmam Malik'in şagirdlerinden 3 xil qarash geldi. وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض. Yukarıda anda ثلاث أقوال دegen tügeden. Bu muttafiqatul anwa' degen. Anda muhtalifatul anwa' bulup kalsa bir yerde bir bağ varken, bir yerde hoylarım varken, yani bir yerde kuruq zimin varken. فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسهمة. Ondan sonra bunu hemen ilişki toplamla ne yapmayız? Çünkü her birine ayrım mesela 4 şirike bağını 4 şirik taksim kıldık, öğünümü 4 şirik taksim kıldık, akzımını 4 şirik taksim kılmayız. Hemen jıgıplan taksim kılmayız. ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ألا تقسم مع الثمرة. Mevlik bağ taksim kılgan çağda mevlisi bağlı taksim kılmayız. İza bada salahuha bittifaqin fil madad. Maliki mazhabda yigidek bo'lgan munisib bo'lgan bo'lsa, u mevlardan taqsim qilinadi.
mevasidan ayırıp durup taksim qilamiz. Li'annahu yakunu bay'ut ta'ami bit-ta'ami ala ru'usit samari wa zalika muzabanatun. Çünkü bunda holda bu taqsimotning o'zini Imom Malik bu so'dilish deb qaraydi. Yani xuddi mening sen oldigan nisibidagi haqqimni men olgan sening nisibangga almashtirgandek bo'ldim. Shunday qaraydi. Yani so'zsiz iborat degachga bu nimdapti? Bu mevz bo'lib qolsa, bu chaqda bu muzabini bo'lib qoldi. Yani şu, hozir biz bir narsa almashtirgan bo'ldik. Men oldigan narsani sen olding, sen oldiganda men oldim. Davomlikan daraxtning ustidagi mevni so'zsiz qilib bo'ldik. Bu bo'lsa, aş biz hadis cheklandi degan muzabini so'zisidan iborat. Davomlikan mevz holatda taqsim qilmaymiz, mevz yo'q holatda taqsim qilmaymiz. Mevli sattı desek mi buldu? Ne için? Hazır bana tekken mevlidinin bir kısmında aslanın hakkı vardı. Onun hakkı boğan kısmına ben bir kısmını aldım. Onun ornuna benim hakkım boğan mevlidim kışkı verdim anı. Bunda tasavvur etsek doğru çıktı. Demek mevlilik daraxtninki şaxtiki mevlisini üzere almıştığındaki olduk. Daraxtki mevini o'zaro almashtirgandek bo'ldi. Va amma qismatuha qabla budu'us salahi endi yigidak bo'lish, chekilishdan ilgari emasdan. Yigidak bo'lishdan ilgari taqsim qilish kelsak, fa fi ixtilafun bayna ashab Malik. Imom Malikning shogirdlarining o'rtasida ixtilof bor. Amma Ibn al-Qasim fala yujizu zalika qabla al-ibari bi halin min al-ahwal. Changlashtirishdan ilgari taqsim qilsak bo'lmaydi deb. Mesela agar o'ri taqa yigidak bo'lmadi deylar. Yigidak bo'lmadi degandan tortib daraxt quruq holatda ishqisini orliqini qilsa qachongacha deganini belgilamoqchi edi. Ibn Qasim aytdi, changlashtirishdan ilgari taqsim qilish bo'lmaydi uni. Wa ya'tallu lidalika li'annahu yu'addi ila bay'i ta'amin bi ta'amin mutafadila. Chunki bu shu ashqni ashqqa bir-biridan ortiq holatda almashtirish verib taqiladi deydi. Ya xuddi changlashtirishdan ilgirimi bu daraxtda mevbadek. Almashtirish degan ba'zi. Taqsim qilmaysa degan gap. Balki bu checheklashdan ilgari shu mevsum uzib bo'lgandikanlar, ish tugagancha taqsim qilsa, lekin chechak chiqarib changlashtiraydi degan chaqda masala. Bama mesela qanday daraxt bor? Bu bir yilda 3 qatim degan 3 fasldaramda bir faslda aqaqdimmi? Shu bizning bog'dagi anjumi 3 pishim birdi. Uni bir qatim mevlarish deymiz shuni. Chunki uni bunisi unda aqaqli o'g'ishib birsi pishib tayyorlashib birsi paydolar bunda. Shu bir qatimliq deymiz. Yilda bir qatim emas. Yani bazılarının da 2-3 pişimi var. Enjüy mesela. Armak tezkenden misin? Tezkenden. Çünkü onu malum bir çakada saklayıp alışıyoruz. Yani mevzusunu üzüp bulaplan şu çağda yenide içecek çıkırıp boğuş arlıklan kılımız demek ki var. Tengi arası bulmayan bulma? Bulmayken. Şu tengiden ayrılsa bu taksimatın özü soğusatıkçı ibaret. Dağılırken mevini aşından şahtiki mevini sattan muzavını kıygan bulsa deyip turvalken bulur. Bu anda Maliki mezirinin işirke diyecekler. ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلا. Nerede açlık var böyle? Yani mevimi yok dedi. Çanlaştırmayan nasıl tutar? وَلِذَلِكَ زَعَمَ ona. Tamam yani za'ama diyendek. Ya'tal diyendek ibarini işletti. Bana gösterdi, depturvaldı diyendek. أنه لم يجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقطة. Ona pişmigan mevini açlıktan nesi olsun, nak olsun satsı bulmaydı degende İmam Malik dep turaldı. Demek ki changlashtirma holatga chechak paydo bo'lganda bu bir açlık hesabı ekan, mevi hesabı ekan. Ve amma in kana ba'da al-ibar, changlashtirilgandan keyin bo'lsa, فإنه لا يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة. Yani changlashtirib bo'lgandan keyin bo'lsa, manda shartlasi bo'ldi. Mana nisbi bo'lib tekkan mevmi
bu taqsimotning jumlasidan mevani taqsim qildik desa bo'ldi ekan. Lekin mevani taqsim qildik demay, daraxtni taqsim qildik desa, bu chaqda ana tekkan mevning bir qismini ma o'ziga tekkan mevning bir qismi bilan so'zsat qilib almashtirgan bo'lib qoldi ekan. Bu jazoni shakllanib qoldi. Shuna biz daraxtni taqsim qildik, mevani taqsim qildik desa bo'lamiz. Bu foyda demakchi. Ya bo'ldi demakchi. Endi shartlasi bo'ldi demakchi. Yuqorida qismini ularga ketib Yuqoridan da demabdi ekan. Aslida desim bo'ldi. Ha. Chechakni mana tekkini, sana tekkinimni chechakni taqsim qildik desa, shunda shartlasi bo'ldi deyish kerak yuqorida. Wa ma lam yadkhul fi nasibihi fa huwa fihi ala sharika. Mana nesis kirmagan qismida biz shirak, nesimga kirib bo'lgani men o'zimni deydi ekan. Nima uchun esa val illatu fi dalika annahu yajuz ishtirat al-mushtari at-tamar ba'da al-ibbar va la yajuz qabla al-ibbar. Chunki so'zsatda setib olgan odam changlashtirib qo'ygandan keyin mevasi menga bo'ldi-da, masalan, daraxtni setib oldim. Daraxtga meva meni deb shartlashsa bo'ldi ekan. Lekin changlashtirishdan ilgari bunday shartlashsa bo'lmaydi ekan. فكأن أحدهما اشترى حظ نصيب صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترت الثمرات. Biz bayatını yapışıyor. Bir adam ne bulduğsa xuddi bir şirke taqsim qilingan daraxtlardagi mevlarni shirkidan setib olgandek. Nimaning qarshiligida uni setilib, nima ba'di unga olsa, bihaddihi min as-samarati waqa'at li sharikihi. Shirkining qo'liga tekkan mevini bergan bo'lib, endi o'ziga tekkan mevini shirkidan setib olgandek bo'ldi. Vashtarat as-samar. Setib olgan bo'lib, undan mevisi manqalidamsa deb so'zlashgandek deb. Bu endi shu Maliki mazhabining murakkablashtirilishi bog'liq ketdi. Yani başka mazhabda bunda gaplar bo'lmadi ekan, ekanmadi. Lekin Maliki mazhabining tafsilotlariga kirib ketdi. Wasifatul qasm bil qur'ati, yani chek tashlab taqsim qilish degan qanday bo'ladi desa, an tuqsamal faridatu wa tuhaqqaqa wa tudraba in kana fi sihamiha kasrun ila an tasihha as-siham. Farida degan shu taqsim qilgan narsa deydi. Shu narsani biz taqsim qilamiz. Tuhaqqaq degan, yani aniqlab degan bo'lishi mumkin. Roz aniqlab aynan taqsim qildik. Va tudraba in kana fi sihamiha kasrun. Agar har bir ulushda kasr sanalab qolsa, biz uni qanday qilamiz? Bash kasr san tutillashgunga qadar ko'paytiramiz. Yani 4-ni qo'yib qo'ysak ham tutilishliga, ya 10 ga ya 100 ga ko'paytirsak to'liq san bo'lib ketadi. Nima matematika o'qigan bo'ldingmi? Mesela 4'ten birini 100'ü köpetsek, mesela 400 oldu ama davamlıken bunu böleş asan. 2'den birine mesela 6 uluş kılıp bölgülü olmaydı. Mesela neden? 6 uluş böleşen kadar kılmaz. Mirasçılık ağırlık kılıp bölüşümüz olmuşsa fark 100 köpeksin, 10 köpeksin, 15'ten kadar kesir çıkıyor. Çıkmaydı. Bazı çıkmaydı. Ya. Mesela 2'den birine 6 köpetmek için. Kadar kılmaz. 240 kısa aslında. Tamam. 6 kartta çıkımda 40 tıllam çıktı 6'ya astı. Demek şu ağıtsak şu sanını. Astını mı ağıtımız, üstünü mü ağıtımız. Yani ki andın onu sağlayan bölüşke bölgeli buldu. Mesela 9'nu biz 4'kü bölelim de kestirsem bulup oldu. Tamam. Bunu böleşsen kadar kılmaz. Yani 4'kü bölsek sattın bulunduğun kılıp köpeytimiz. Ağıtımıza. 9'nu 6'yı yiyoruz. 36 kıysak 4'ke 9 yıldan geldi. 9 yıldan bütün santaydı. Lekin 9'una 4'ke bölümüzsek bütün santaymaydı. 2'den etçe bir sorsam bulup oldu. Matematikine unutup kalsa. ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها. Andın her bir cayının bağısını biktimiz. Her bir tüptel daraxtının bağısını biktimiz. Ma bir tüp encü mesela 300 köy. Ma bir tüp ana 200 köy. Başında bitip gelsek şu zimindeki mançimetre kvadrat
Bunun basmanç bol, bunun daldarakmanın basmanç bol, ondan ki ma onun köylü kol diye bir parça. Hani yani bir parça ne? Aslında ki ma onun köylü kol diye adam da. Onun köylü onun işgal etkendiken beşerenge işkidilam üstünü kısak işpaçılam da doğru. ثم يعدل على أقسام السهم بالقيمة. Demek hemmisinin basın bitkendiken onun köylüden bir ülüştüsek aslında onun köylükten bir parçadan ayrılır. O zaman az olsun mümkün, olsun mümkün, daldarak az olsun mümkün, olsun mümkün. Onun köylükten bir parçadan kıysa bol derim. فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأراضين ومواضعها. Belki ayadaki bir parça, ayadaki üç parçaya kıymet cihatını tam bulsun. Yani üç parçasının onun mümkün. Ayadaki üç parçasının onun mümkün. Çünkü zimininki urunun taraf bağısı okşaş olmaydı. فَاِذَا قُسْمَتْ عَلَى هَذِي الصِّفَاتِ müşterikini taksim kılın kalsa ve adalet ondan taksim kılıp biz her bir ülüşünü yeni bir ülüşlerge tam kıldık. Onun köylük de üç parçasında kesip bağlı. Kutibet fi bataiqa esma'ul eşraki ve esma'ul cihat. Bataq yani bunda bir parça kağızıyla bataqat. Alqandak kağızıga nima yazmaz? Şirklarning tizimligini ve her taraftaki zimlarning ismini yazdı. Nizavadaki öy deb bunu yazdı. Hem taqın deb bunu yazdı. Aslında qilib shundan cheklaşaymiz. Faman kharaja ismuhu fi jihatin akhadha minha. Kimning ismi qaysi baqqa chiqib qolsa, qaysi yerdagi zimga chiqib qolsa, shuni da oladi. Biz amda xonda shunda bir cheklashsa, buning cheki nizodagi o'yildagida deb chiqsa shuni da olamiz. Ha, endi yana birisiga shamollardagi bog'dagi desa uni da oladi. Bu cheklash qulay endi. Uning usuli oson. وقيل يرمى بالأسماء في الجهاد. Yani bundan diyordu. İsimlerine şu urullarının müsikleri taşlayımız var. Kanda. Tırtağızda Türkiye'nin urulmasının müzikte Türkiye'den birden asa Koltağız demiş şunu şu Mağalar şu ormanısını yazmayı, Türkiye'nin müzikten biri urullar, Türkiye koyulan gel. Kendisi hayatta ne istiyor ondan gel. Bu xuddan biz yuqorida Esmaul Eşrak ve Esmaul Cihad ikki grup qog'ozga yozib. Mesela to'rtaylar sig'amda to'rtaylarni ayrim qog'ozga yozib bo'ldi. Ana undan biz talqin oldikmi? Tırtağızda isimizde bunu çift tırtrak çizildi. Yani Türkiye'ye urulmasını dedi Türkiye Ha, shuni demoqchi. Ve 8 parç qog'ozga, 4ga adamning ismini, 4ga bog'ning ismini yozib, adamning ismini 4ga chechib bulab, ondan bog'ning ismini yani 4ga chechib ism bilan bir bog', ism bilan bir bog' onda bo'lsa, o'chada bedin oladi deydi. Yani to vaqila yermi bil asma'i fil jihad. Belki bunda bo'lishi mumkin. Masalan, Shamollardagi bog'ni kim oladi deb shundan qog'ozni almashtirib olsa, ism bor qog'ozni almashtirib bilan birini shunda sug'asa, kimning ismi chiqsa shu oldi. Nizodagi kim kirdi almashtirib olsa, qo'shib bilan bizni olsa, falon aqimda bunday qiladi. فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها فإن كان أكثر من ذلك السهم. Mesela Şamallardaki bunu aldı şuna ama. Lakin bunun aldığın nesiyse Şamallardaki bağdan enciklerken onu yapılıp yana birer ülüş aldığın hakkı bakım bunun. Du'ife lehu hatta yetimme hazzuhu. Bunun nesiyesi toluklarından kadar yana 2 kesse, 3 kesse veriyoruz. فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب. Yani ziminin özünde çektaşlaş ahvali müşunda bulundu. والسهمة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبا لنفوس المتقاسمين. Yani çektaşlaş ne? Fuqahalar işlerini çoğuna razı olar. Hiç kanda gumqamlıson da tanlıgan. Çünkü orada hiç kim uyanmadan kılırtanmaydan boğan eken. وهي موجودة في الشرع في مواضع. Bu şeriat bir qancha o'rinda bor. Minha qawluhu ta'ala fasahama fakana minal mudhadin. Yunus aleyhisselam'ın vakalikide ve inne Yunus'a leminel mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم.
Yunus Aleyhisselam o'zining qavmidan qaydab mangan vaqtida 3 kungacha sizga azob qiladi deb xafalab mangan chog'da 3 kungacha azob kelmagan. Xafalab mangan. Shu Qur'on kanda abaqa deb qul qechib ketsa, xo'jayindan qechib ketsa tutgan so'z bor. Azobga dönmalarga 3 kungacha sizga Allohning jazo qildi degan. 3 kungacha kelmagandan keyin xafalab mangan. Endi 3 kungacha kelmasdan Alloh taolaning hikmati bor. Yunus Aleyhisselam ketgandan keyin endi bu qavmi shundan dushman qilib bular biz xato qildik deb butun nimani ayrim bo'lamiz. Ana balasidan buvoq bo'lsin, hayvonni shu ayirib butun nimaga yeyilib bular sahroga. Asha tadarruq qilib Alloh taolo tavba qilib duo qilgan. Alloh taolo afa qilgan. Lekin Yunus Aleyhisselam xafalab mangan. Kimiga chiqqandan keyin kiyimi chiqib, nima qilgandan keyin ya bir hamda do'lqinliq bir ahvol bo'ldimi, shu denizning o'tirda erkak cho'kib ketish girdava kelib qolgan chog'da kechib ketgan qulning birisi bor. Ya bir odam edi, mushuni suv tashlasak, andan biz qutulamiz, bo'lmasa meni cho'kib ketmaymiz. Degan chog'da Yunus Aleyhisselamni nimaga qatnashgan, cheklash. Voy siz payg'ambar sizni uslashayapman, qatnashma. Endi o'zining g'arini bilgandan keyin, o'zining xatoligini eslagan bo'lyapti. Şunlar ondan çek taşlagandan keyin çek her katım sahası suv taşmadan Yunus Aleyhisselam bu peygamber tutsaydı peygamberin taşlağında yana çek taşlayan peygamber 3 katım taş ağırın Yunus Aleyhisselam'a çıkıp kaldı. Falan ki ondan Yunus Aleyhisselam buldu İsa deplan suğa seklaydı. O ise peygamberin seklemesi özüne etiklandı. Başkılığına tutuş olsa da taşlagandan keyin ondan bilip gittim dese şu açıda faltaqamahul hutu ve huve mulin. Mulin degan o'ziga shunda tapamalamat qilib, o'ziga o'kinib kayib degan. Bakamda xato chiqdimi? Fasahama fakana minal mudhadin. Chek tashlabdi, u chekda quttirayotganlardan, yengib ketganlardan bo'lib qoldi. Deb 3 qatim chek tashlab, 3 qatimda suv tashlandigan Yunus Aleyhisselam. Zunnun. Zunnun deymiz-ku. Nun deganni hut desak, hutning sahibi degan. Hut igisi, hut vaqadagi kishi degan. Yunusni matta. Demak, bir payg'ambar chek tashlashgan. Tamam. Bu sharman qablana bo'lishi mumkin. Rajidalal taraf. Wa qawluhu wa ma kunta ladayhim id yaqtasimuna id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Sen aşula Meryem'e kaysınız iyi olmaz deb qalamlarni tashlashgan vaqtida sen ularning qishida emas eding. Meryem Aleyhisselam kichik qilib kim iyi bo'ldi o'yanda Meryem Aleyhisselamning hammasining eri Zakariya Aleyhisselam. Endi o'gayda istak bo'ldimda bu men iyi olmaz degan boshqalimi bizmi tuqqan ya ustozimning bolasida bu deb shu madrasada bular qalam bilan maktabda darsxonada ustoz bo'lishi mumkin, o'quvchi bo'lishi mumkin. Shu yerdan bular men qaraydim, men yo'ldim deb o'zlari bir nechadan chek tashlashgan. Qalamni tashlaymiz, eriqni tashlaymiz. Xos qalamda tik tursa, bu choyda shamol tik turganda shu yo'lda o'rgangan taslandikan shu Zakariya alayhisolamning qalami o'rtib. Şunun Meryem Aleyhisselam'a şevaliş, kaparlat kılış hakkı Zakariya Aleyhisselam oldu. Yok müşahede bu mu ilgili peygamberler kıga eş. Yani bu mu şaraman kablana? Orada ötülü var mı Zakariya Aleyhisselam'a? Zakariya'na, oğlu Yahya'na. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çektaşlarına akra'a beyne nisaihi idâ sâfar mısın? Seferge çıkıp kalsa ayolları çektaşlaydı. Lekin ma'lumda شرما قبلنا كان ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته. Bu seyyid iskagan unda bir vaqalik. Bir kishi o'lib qolay degan chog'da 6 qulni azod qilib tutdi. 6 qul ekan. 6 qulni azod qildi. Boshqa mol mulk yo'q ekan. Fa ashama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baynahum. Bu o'lim holatida qilgan hiba yoki sadaqa atq masalan bundan bo'lsa bu xuddi boshqa mirosxo'rlarni mirosdan mahrum qilish maqsadida aralashib qolgandek bo'lg'achqa hisob qilmaydi. Hamma hisob qilayli
3'ten 1 miqdori vasiyat qilish haqqing bordi. Bu o'zingning ilkidagi tasarruf qilish nima? Hayot turib vasiyat qilish bo'ldi-ku. 3'ten 1 dairada haqqing bordi. 3'ten 1 dairada hisob. 3'ten 2'si hisob emasda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan 6 qulni shunda cheklashgandikilar. Azab degan qonun qo'lga chiqsa, 2 qulning qo'liga chiqadi. 2ga azab degan so'zni bilan balki shunday yozgan bo'laydi. Nima qilgandikan, 2 qul shunda azab deganni tartgan bo'lsa, 2si shu azab qilinib ketgan hisobda. 4 yana mirosxo'rlarning taqsimoti o'tilgan miros hisobidan qul oltin qilib qoldi dedi. Garchi shu odam azab qilayotgan bo'lsin. Demak, chek tashlab qildi shuni. 2ni azobdab ayirib, 4ni quldab ayirishni chek tashlab qildi. Bu İmam Müslim Sayyid rivoyat hadis. Sahih Müslim. وأما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم أو بغير تقويم وتعديل عندنا her bir ülüşün tam beraber kılıp kendisini tuluklap okşaş kıyısın kılmışsın yani okşaş boğsun bulmuşsun razı taksim kılış boğsa فَتَجُوزُ فِي الرِّقَابِ الْمُتَّفِقَةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ okşaş türde menfaat olsun. Menfaat okşamaydan türde olsun. Razısının kanıtın bular böyle. Mesela bir yer bir dükkan bakken onu ma alaydır. Bir yer aksımın bakken onu mankasındır. Okşaması mı razısının kanıtın bular böyle. Aziminin üzü. Azimindar demek için. Rikab desek mi buldu hazır? Riba' da koysak mı bular böyle? Çıksı okşamaydan hazır. لِأَنَّهَا بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ çünkü bunu sosyete ibaret. Almashtırışdan ibaret değil. Almashtırılan iken bu ribavi nasıl iken az olsun köp olsa almashtırış bulardı. Ve innema yahrum fiha ma yahrumu fil buyu. Bunu haram bulduğunu fakat lama şu sosyete haram bulduğun aşında ribavi nasıl bulap kalsa birbirine azıcık almashtırılan okşaş cinskin aslında bu çağda şekilde. Lakin bu ribavi nasıl bulman iken az olsun köp olsun qanday almashtirish bo'lgan bo'lgan ekan razilasi bo'lardi deydi. Al-faslu thani fil arud hamda tovarlarni ya'ni g'ayri manqul degan zimin tushnama hadi manqul narsalar ashunda ayirsak yaxshi g'ayri manqul manqul va amma al-hayvan wal arud mana hayvonot va tovar degandek yutkigil bo'lgan narsalar bo'lib qolsa فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك. Ona birisini şundan ikkiga üçga bo'lib olsak, buzilib ketadi. Masalan, bir kasbni o'ttidan ishlatsak, foydasi nasib qoldi. Yoki bir hayvonni o'ttidan ish bash qilsak, o'ladi. Foydalanolmaydi. Mashinami shunda. واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما. أنه نشكي بالقلومات. بالقلومات كم مش زاده. ولش مش نادر. شن ترواسا تشاح ديان تلاش تاسب شن ترواسا. ولم يتراضى بالانتفاع بها على الشياع. على الشياع يعني شكلنا أوتردا تان حقمز وادين. الشياع ديان مش تان منش برسنن حقمز وادب تان فايدن لايله. Mesela 50%'den hakkımız olsa 3 gün sen işler, 3 gün ben işletay. Ya bir ay sen minimal, bir ay minay. Manda dese unumaptı böyle. Ya onu taksim kılmaya deyip turaptı. Ve arada ahaduma en yebi'a sahibehu ma'ahu. Yani minhu değil, en yebi'a sahibehu minhu. Ma'ahu mu minhu mu? Minhu desek doğru olan bir kireyim. Biri anda nesibesine kadar kıldı, yani birisi sekreter değil. Çünkü onu oturduğu iş baş kılarsak, işkilerle faydalanmaydı. Yani taksim kılımız da durum makul. Taksim kıldık. 50% sınav hakkı var yani açıda ben sekreteriye buldum mesela. Fakat aleyküm ashabu yücber ala dalik. Aşımı zorlaymaz. فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطى فيها أخذه. بالقيمة التي أعطى فيها أخذه. Mesela bireyden bu maşindeki şerikliğini nasıl 50.000 koyga 50.000 koy verip ben maşinini apqala diyen bolsa a qarşı taraf ya 50.000 koy verip apqala dese buldu deydi. El-qiymet allati a'ta fiha degene ma 50.000 koy verme diyen bolsa 50.000 koy verme diyen qimmatda qarşı taraf yo'q 50.000 koy verip maşinini apqala dese buldu deydi. Ve qala ahlud-dar la yujbar. Zahiriler mecburlamaymiz. Depti. Yani setiş mecburlamayız demekçi.
لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. Çünkü usul kaide nimen taqazza qiladi bo'lsa, bir odamning mulki o'zining qo'lidan faqat shunda kuchli bir dalil bo'lsa, undan chiqadi. Bu majburiy uning ig'dorligidan chiqarib turadi. Yani başidagi hasdan uni mahrum qilib o'tamdi, ya. Bu ikki almayman, ikki satmayman deyapsiz. Biz oldinda turib satmayman. İkisi almayman, ikisi satmayman dedi. Daha sonra da qo'yib deymiz. Ya ikisi bo'g'ishidi. Shu chaqdan saçın aldık vardı. Dava so'raymiz. Ya ki uyan tatib kasbni var qilishdi dedi. İşte yedi. Başkadan geçti diye gap chiqqanda men ayyaga masfaq bo'ldi. Ya. Ular bola zarar ekan. Ne başkadan mızıkmayın. Birisi men sizga ese men Ya alima polis so'rab bana qalsin dedi. Yani zahirinle müşmüşede bir delilin men kitabın ev sünnetin ev icmadı da. Ne için? Çünkü kıyasını etiraf kılmaydı. Şimdi babamıza ev kıyasını detti mi? Kıyasını etiraf kılmaydıkken icma olanlar toxtab kaldı. Demek ki adam da zahirinin karşısına oturup koysun ama İmam Malik'in karşısına oturup koysun. Cumhur ulemalar kaldı. Ebu Hanife ve Şafii ve Ahmed bunlar. Sen aslında da mı ya? Bu direktim. Tamam. Onun karşısında hiç karıştığının başka karışamaz. Şükürün birisi bu dülgep kalır. Ve hüccetü Malik'in enne fi terkil icbari dararan. Mecburlu musak zentat pirido buladı. İmam Malik. Ve hada min babil kıyasıl mursal. Bu kıyasıl mursal babı değene. Yani bu el masalihel mursaleridir. مصالح المرسلة نعرف لا طيب قياس المرسل الاستصلاح المصالح المرسلة her xil ismi. Demek yani bu nimadan taysa bundan xalqning manfaatini qo'dash masalasi ma'vo demakchi. Min babil qiyas al mursal degan shu kishining manfaatini shunda qilsa qo'dilib qoldi demakchi. وقد قلنا في غير ما موضع biz bir qancha o'rinda degandik. Innahu laysa yaqulu bihi ahadun min fuqaha al-amsar illa Malik. İmam Malik'ten başkalar bu masalih-ul mursalini almaydı deb ta'kidlab degandik. Yani tayindigan usulni sanab kelsak al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas deb kelsak amal al-Madina, al-masalih-ul mursala, al-istihsan, sadd az-zara'i', qawl as-sahabi degandek aslında dalilni qator tizdi. Sonra şu İmam Malik mesela amal Ahmed'ine degan nima o'tirish chiqadi, yana al-masalih al-mursala degan gapni o'tirish chiqadi. Yani şu masalih al-mursalada naat cho'nqirlab kirib ketgan yeri bor. Boshqalar masalih al-mursalda alayda bunda almaslik mumkin. Lekin ancha-muncha ba'zida maslahat taqdidagi bu deb bunda ancha-muncha ko'zda tutadi. ولكنه كالضروري في بعض الأشياء. لكن bu masalih bo'lsa-mu, masalihning tutumliq bir dalili degil bo'lmaydi. Mesela bunun dalili ma o shariat zavodida masalih degan narsa bordi deb uni isbotlash tashvishi mumkin. Bu xuddan islom shariatining ruhi, taqozosi, kishilarning manfaatini qo'llash, aql shunda qarablam ayiradigan masala degandek bir dalil bilan o'tirg'a chiqarishi mumkin. Shundan lekin ma masalada shunda qilsak unda bo'lmaydi. Shunda qilishimiz zarur bo'lib qolgandek bir ahvol bor. Yani masalih mursala bak unda dalil bo'lmaydi shariatda. Lekin ma'lumda shu masalaga tayinib turib, bunda ishtirok qilmasa, baka ziyon ishtirok etadi. Yani bir kasbni masalan, ikki bo'limiz deb o'tirdilar, ishtipasak, bo'ldi uning qimmati tugadi degan. Navalkan bu aslında bir xil birisi nesibesini birisiga setib berish orqali ya biz bugün kiydigan navada shu kiydigan mashina olsa bugün namini bugün ma'mina yaptı onu da yaptı bu mana bir ay ishlatib bir ay deganda bunda qilib bo'ldi dedi. Yani uni bo'lmagan ya da shunda taqsim qilish zarur bo'lib qoldi. U uningga setib pas bo'ldi demakchi. Yani misal bir majburlaymiz demakchi misal. Majburlash zarur bo'lib qoldi. وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد يعني هو تورلا خل تورلا بالخلمس فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي راز الله كاسا أما الاتفاق ما نسان أنا ما الله يدسا اتفاق واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة يعني bunu ülüş hesabı boyunca
Her bir ülüşünü mançı yerlik dep, bir ülüşünü mümkünlükten ülüş kılıp, onunla biraz konlak, biraz yağaç, biraz kompüter, biraz telefon müşkiden taşlap, onun mümkünlüğünü toldurup lan, bir ülüş oldu. Yana bir ülüş gibi konlak, kiyim geçecek, telefon, kompüterden olup, bir ülüş oldu. Bir de onda taksim kılıp, mesela 4 ülüş gibi ülsek, bunda orada vaxtalafu fiqhini bittadil olsun. Fe'ecazaha Malik. İmam Malik anda kısak buldu orada. İmam Malik şundadır, cumhur mu şundadır de. Ve ashabuhu. İmam Malik'in şagirdleri mi maqul yaptı. Fis-sınfil vahidi. Bir xil narsa olab qalsa, aşında ülüş deb her bir ülüşning qimmatini bekitib, necha ülüş qilib taqsim qilishga bo'ladi deb İmam Malik. Ve mana min zalika Abdulaziz ibn Abi Salama. Abdulaziz ibn Abi Salama bunmaydı deb turibdi. Ve ibnul Majishun ve Majishunning o'g'li, yani Abdulmalik ibn Majishun. Hozir Abdulaziz Majishun. İbn Majishun yani Ashun Abdulazizning o'g'li. Yani atibala ikkilan bunmaydi deb turibdi demak. Bu mu şu Abdullah ibn Umar ibn Abdulaziz sahabe ve tabi'inden rivayet kılan tabi'i bu. Abdulaziz ibn Abi Salama. Bu şu İmam Malik'nin ustazları bilan billa Rabi'a mesela. Aşular bilan billa tantuş alimlardan. Abdulaziz diye ismi. Majishun degan laqabi. Abdulaziz ibn Abi Salama ve ibnul Majishun. Majishun şu Abdulaziz şu. Tamam? Abdulaziz yani Majishun. Ondan onun oğlu Abdülmelik bu İbnül Majishun oldu. Demek İmam Malik'nin şagirdi Abdülmelik İbn Majishun bilen onun dadısı Majishun. Yani İmam Malik'e tavamasa dadısı. İmam Malik o'xshash shunda bir olim bo'ldi. İmam Malik'ning ustozining qatoridagi olimdir. Bu ikkilan joiz emas deb qarabdi. Majishun degan nima bo'ldi? Ismingda bormi? Al-Majishun. Bu Farsi so'z ekan. Al-Mah degan oy. Shun ya jon degandek bo'lsa, rangi sho'lisi, oy sho'lisi degandek bunda. Yoki unda manzi qizil degandek bo'lman. Oyning rangidagi, oyning bir xil rangi bor, saqoch masalan. Oyning rangidagi kishi degandek. واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السمة من التي لا تجوز. Bir tür olaptı mı? Kanda bir türlerde ülüş hesabında taksim kılışkı buludu. Kanda bir tür olsa, bir xil türdeki nasıl olsa bulmaydı degende ixtilaflaşıp kaldı. Şöyle bir kişi de ixtilaflaştı. فَاعْتَبَرَهُ أَشَّبْ بِمَا لَا يَجُوزُ تَسْلِيمُ بَعْضِهِ فِي بَعْضِ. Eşhedettu bunun bir kısmıga mesela selam tariqasida so'zlash qilinmaydigan narsa bo'lsa, bunun da so'mi bilan taqsim qilib bo'lmaydi demak. Wa amma Ibn Qasim fattaraba. Ibn Qasimning gapi bir qan chiqib qoldi. Marratan ajazal qasma bis-suhmati fima la yajuz taslim ba'dihi fi ba'din. Ashad degandek birini biriga salam tariqasida oldin pul o'tkazib qo'yishga ishlash bo'lmaydigan tur bo'lsa debdi. Faja'al qismata akhaffa min as-salam. Shundan taqsimotni salamdan yengilroq qildi dedi. Akhaf emas deganmi? Akhaffa. ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلام فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعض بعضا وبربرنا كلامجا أتشوفز ومايدو لدغن ناس جائز دبتو بعضا يق جائز ما سبتو وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف bu meselede taksimat asanen taksim kılası buldu deb qaraydı İbn Qasim deyilibdi ve anna مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلام تقبل التأويل. عند ابن القاسم بعض مسألة var, bazı cevap vergen meseleler var. Şunu da bu selam diyen yengilrekti. Taksimat diyen sal ig'irroq mesele bunu. Çınrak tutmaz diyendek bir cevap vergen meseleler varken. Ajna mesele qarta yak bunu başka düşüngelim buldu deyilipti. Ala aslihi el-thani ve bunu başkasıya düşüngülü buldu. İbn Qasim unda qaramaydı deyilibdi.
وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان. ابن Habib İmam Malik şagirdlaridan bu dapta ikkisi yaqinroq kelib qolgan turulib qolsa ikkisini birlashtiribmiz. Misol uribdi. Masalan al-khaz. İmam Abu Hanifa kana khazzazan debama, kana bil khaz. Ama şu bunun ticaretini qildilar bu. Yaxshilik. Gezmalchi. Khaz deganimda bu jung bilan jipakning aralashmasidan tug'ilganroq. Jung bilan jipakning aralashmasi. Jipak az bo'lishi mumkin, jiq bo'lishi mumkin. Ya ko'pincha ahvolda ayollar kiyishi mumkin buni. Wal harir jipak, wal qutn degan paxta. Wal katan katan. Katanni bilasizmi? Katan. Bunun boshqa ismi yo'q. Katan deydi. Mesela jip bilan qilgan. Qim materialning turi bu. Bu bir o'simlik bo'lib, Uyg'ursindagam katan deyish mumkin. Bir o'simlik bo'lib, buning yaproqlari yoki unda bir ko'chatdek mildirolib qolsa, buni izlab, buni qilib qog'oz yasaydigan, bunda tamak yasaydigan, kiyim-kechak yasaydigan ishlatadi. وأجاز أشهب جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي. أن أشهب işkil türlük nasıl olmasımı razışıklam bizleştirmesi buldu. Bizleştiriplam ondan ama bıraklam kaviyar taksim kılması buldu. وذلك ضعيف لأن الغرر لا يجوز بالتراضي. Ya bu acizdir. Eşhebnin karşısına aciz çünkü veya namalınlık razı kesin bulmaydı. Razı kesin bular namalınlık olsun. Razı olan bir الفصل الثالث في معرفة أحكامها. Hem de 3. fasıl taksimatın ahkamlarını bilip öteş. فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي. Laxmi çektaşsız buldu deb hikoya qilib qo'yibdi. Laxmi boshqalardan hikoya qilgan bo'lishi mumkin, ya'ni İmam Malikdan qilib o'qiysan. İmam Malik çektaşsız buldu deb rivoyat qilib qo'yibdi. Lekin bu az rivoyat. Hamma olimlar Mekil mavzu bo'lgan ekan. Bu kamchilar jinlab bilan tafsir qilib bo'lgan narsa bo'lsa, chektaşlab o'tamaymiz. Hamda jinlab kilolab bilan o'qisak asallam bitirib bo'ldi-ku. Hem iniq. Hammadan rozi bo'ldi. Mana 100 kilo, mana 100 kilo, mana 100 kilo. Bo'ldi. Vel mekilu aydan la yaqlu an yakuna subratan wahidatan aw subratayn fazaida. Endi kamchilanadigan narsami? Hatta jinlanadigan narsami shunda? Bu bir dua bo'lishi mumkin, yoki bir qancha dua bo'lishi mumkin. Subra degan bir dua narsani subra deydi. Mesela bitag'an shunda odam to'ksak, bu odam bir dua bo'ldi-ku. Ya mashinadan shunda odam ko'zibni ichib to'ksak, bir dua bizda tushadi. Ashuni subra deymiz. Ya'ni aniq manchilik chiqadi deb aniq bilmaydigan, lekin bir dua narsa. فإن كان صنفا واحدا برترلك بلبقاسه بو فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين. لأنك عادة من تقسيماتنا بلن بلدون عادة كيلولا تقسيم قلش ممكن يا كمچلا تقسيم قلش ممكن قاس قيس بلدون مثلا شريكلارنا مرسا كيلولا بلشودayla bulunsa buldu. Ya bireyden qolab raççıda kemçella bilan ichki vilayda desa mayli. ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي. Demek bu ribavi nas olsun, غير ribavi olsun. Ribavi dediğimiz الطعام mesela. Şundan nasıl köpünçe. التفضيل البين degan التفاضل البين. Birisi artıq, birisi kam. Bilib qalsa, mesela bu kamchilanadigan, jiniladigan narsa. Elbette Allah'ın oturda ribaviyen taisiriyende bazı müşkemçelindiğin narsının içi yüzüğü el-keyli mağazını diyelim var. Bir kere bunlar açlık da kalsa açlık nasilde artık kembilip kalsa riba şeklinde kalktı vel-fadlu riba bizuku onda da kalsa miyade dedikemiz hem de müşünde taksim kılışta biz birisiga jiqroq, birisiga ozroq bo'lib qolib rozi chiqib ketsa mayli deymiz. Imom Malik bu taqsimotni so'zsiz tutdi-ku. So'zsiz qilib qolsa, Imom Malik nazar qanday bo'ldi? Birisi jiq, birisi oz bo'lib rozi chiqib ketsa, bu ya'ni jazoniga rozilashgandek bo'lib o'xshash. Diyorum ya adam da İmom Malik'in maqliga o'xshaydi.
razışıp kesi buldu. Yani ellezî lâ yecuzu fîhi tefâdul. Yani biri birden artık sası bulmaydıgan nasi olsun razışıp kesi meyli edip duruşadı. Ve yecuzu zâlike bil keylil ma'lûmi vel mechûl. Yani key, kemçen bilen taksim kılmak şey. Mesela şunda bir hamanda buğday vardır. Bunu taksim kılmak şey. Bunu razıdan okulursa giri yok yani. Zaman canının nereden ekilimiz, kaç koşunun tiler, şu etrafta bulması mümkün. Bunu kemçen bilen kılıyor. Kemçen diğerinden mi olsa kemçen buldu mu? Ma'lum degene mesela ma kemçende her bir çilek mesela bir çarekten çıkıyor deb aniqdir. Adet xalqlarni ma'lum qilayotgan. Mesela yağını qilgan bir kemçen 1 kiloluk satılgan bir narsa mesela aniq ma'lum degan shu. Mashhur degan shu. Aşağı qanday bir qapni ekilib biz tun ya das qanday bir qachini ekilib bilan ma bizdasni ma'lum te bizdasni ma'lum te yani ma o yüzdas ana o yüzdas ama ma o yani miqdari majhul bo'lgan kemçen bo'lsa yani o'xshash. Çünkü ikkiga tang ayıramiz buni. Yani 3ga ya 4ga tang ayıramiz. Majhul degan shu. Yani miqdari aniq bo'lmagan kemçen. Ama miqdari aniq bo'lgan kemçen mesela 1 kiloluk kemçen bo'lishi mumkin, 10 kiloluk ya 1 charaklik kemçen bo'lishi mumkin. Mesela bazı xaltalar var. Baş xaltalar mesela bir xaltani qilsa 50 kilo binasi bo'ldi. Shu ajrma bir kemçen bo'lishi mumkin. Uning xaltasi shunda var 25 kilo 50 kilo. ولا يجوز قسمته جزافا بغير كل ولا وزن. degan qaras qilam. Shunda ikki do'yga ayirib, mana ishga tekab, mana ishga tekab, ma do'silgan, ma do'man qasini rondan o'zi bo'lmaydi. Razılaşkan aletlerin kılırken ama cüzafen degene işkılıp razılaş yokdek. Hazır karış kılan bunda bir biktik bakkandek. Bu şu hazır tam buldu degendek bir yapan. Tabdil beğenilen şu üç ölçümden Tamam caiz disolti demek ya. Ve la yecuz kısmetuhu cüzafen bi gayri keylin ve la veznin. Yukarıda kaçlık artık tekrar iğne denek da. Karıska. O kaçlık etkilerine hukmaydı. Kim kozgarışı mümkün? Kim uksa kozgarışı mümkün? Ve emma in kânet kısmetuhu taharriyen yani onu taksim kılış ma bayadan kısa cüzaf. Da karıs kılama tang boğanda tıplımdan onu okbaş. Ma taharriyen diyen bunda uyulup da bir bakıp iznip bakıp tefekkür bakıp emde boğanda kıldı deyiş. Tahrir diyen de aslında istihad kılıp tekşirip iniqlap bakıp bunda deyişine tahrir deyimiz. İniqlaş yani tahrir. Demek iniqlap andına bunda boğanda kıldı da manda taksim kılış bolsa faqila la yecuz fil makili ve yecuz fil mawzun. Kemçende olmaydı, lekin tarazlap nokuşka buldu depti. Yani bazı narsalar var, kemçellap ayrıydı. Bazı narsalar var, cınlaydı. Yani mevzun, cınlan ayrılan narsalar kalsa, bu tahrir bilen olur. Bazen de cınız isek cın topluluğu bulmadı. Yani cınlı patmaydıgan, yoğun narsalar mesela. Girdim üstüne koyulmaydı, cın olur, ya kötürek cın olmaydı. Yok bunda taştek yoğun parçalı olup kalsa, daha karab. Bunu kemçede yoğun olmaydı. Kandak kılmaz, tang boğanda, da ölçep bakıp, metre milli, ammanın üstüne bakıp, tang boğanda da endi ayrısa buldu. Lekin nima uchun kemçenlaydigan narsa olsa unda qilmaymiz? Chunki nima da olsa kemçen degan tepili doğru. Qanday bir qachon kemçen ishlasi bo'ldi. Endi bu kemçenlab endi ayrıladigan narsa shunda. Bir taldas ya bir shishni topsaqmi, qanday bir qacha tumoqda. Tumoq bilan kemçenlab ayirishi mumkin. Odatdan dasmiz. Hamma o'zi tepilgan, jin tepilmasa, tarozi tepilmasa, das tepilgan. Bazı sefer üstüde de işte bulup taksim kılgan. Şirikler, sefer üstüde ayrılırlar. Ya can tapanmaydı, ya bir kap tapanmaydı. Demek can tepiş ters.
Kemçen tepish asan bo'lgan ekan, ajna ayiradi. Va yadkhulu fi zalika va tahrir degan hozir nima degan gap? Kemchallamay turib, kemchallamasdan da o'yinib bakıp tekshirib bakıplam tang bo'libdi deyishni tahrir deymiz. Va yadkhulu fi zalika min al-khilaf ma yadkhulu fi jawaz bay'ihi tahriya. Va zamanda kemchallamay turiblam tahrir qilib, manchik charak chiqadi ekan deblamida sasi bo'lamdi degan masala mushonga chetishlar. Wa amma in lam yakun zalika min subratin wahidatin wa kana sinfayn. Demak bu bir duva bo'lmay bir qancha duva bo'lib ikki turli bo'lib qolsa, fa in kana zalika mimma la yajuzu fihi at-tafadul fala yatajuzu qismatuha ala jihati al-jam' illa bil kayl al-ma'lum. Bu mesela aşliq bu narsa bo'lib qolsa, la yajuzu fihi at-tafadul degan. Aşliq narsa bo'lib qolsa, buni ikki duvani jamlablam unda taqsim qilsa bo'lmaydi. Faqatlam bil kayl al-ma'lum fi ma yukal. Kemchallangan narsada kemchallaymiz ve bil vazni bis sanjatil ma'rufati fi ma yuzan. Tarazlangan narsani tarazlaymiz. Sanja degan shu tarazininki taxsisi. Da jumla taqsimdi. Ala jihatil jam degan ikkisini to'plablam umumini bundalam qilmaymiz. Har birini ayrim qilamiz biz. Li'annahu idza kana bi mikyalin majhulin çünkü dasninki qancha kilo un patadi buningga degan shuni aniq bo'lmasa, lam yadri kam yahsulu fihi min as-sinf al-wahid. U aniq bo'lmasa, ma buğdaydan necha kilo tegdi, qo'naqdan necha kilo tegdi buni qulunmaydi. Mesela bir döve qo'naq var, bir döve buğday var. Sanki bu ikisini shunda olaman. Aralashtirganda qilamamda. Onun kazımanın müddasında tükep dasılan ölçeversek, adır ma qancha buğday tegdi, qancha qo'naq tegdi bakmayın. Belki qo'naq jiqti deb buğday az deb qolgan bo'lsa mumkin. Sherikinga aksicha. Yo'q, jondan keyin qo'shib chiqmayapti. Yo'q, qo'shib qo'shib. Ya alajatı jamı degan. Mesela ikki döve bo'libdi. Ikki döve bo'lgan ekan, ma'nunga dastin taqsim qilaverildi deb bir adamning nisbasiga dasti to'kadigan odam sal chaqqaroq bo'lsa, uningga buğdaydan nima qilganda kach 50 dastni tashlatish mumkin. Yani nisbasiga 10 dast tegishi mumkin. U tugilman buğday tugilishi ama endi quloq kelganda quloqni nima qilganda u asroq to'ksa, ani jiroq to'ksa, birisiga buğdaydan 50 dast ketdi, birisiga buğdaydan 10 dast ketdi. Va quloq aksiz bo'ldi. Davulken yani ne malum onda? Man qancha buğday tekkan bu shirkning jiqrab ketgan nima bu yerda mushkul chiqadi. Ama buğdayni tang taqsim qilamiz, undan keyin uni tugitib olib, qo'noqdan tang taqsim qilamiz. Va hada kulluhu ala madhhab Malik. Yani min as-sinf al-wahid lam yadri kam yahsul fi min as-sinf al-wahid idha kana mukhtalifayn min al-kayl al-ma'lum. إذا كان مختلفين من الكيل المعلوم شكترلك ناسيكين bu buğday ya şükürlükken lekin umum sani aniq kelmizga mesela 100 das narsa şu buğday qonaqning to'plamisi lekin buğday qanchalik uni qanchalik balki yoki aniq bo'lishi mumkin aniq bo'lmasligi mumkin lekin andan ikisini jamlab turib shunda taqsim qilgan chog'da birisi buğday ziqroq qonaq azroq ketib qoldi ish bo'ldi deydi. وهذا كله على مذهب مالك. Bu İmam Malik'nin mezhebindeki tafsilatlar bu. Hemmisi başkalarının karşısına ekemmi lazım eder. لأن أصل مذهبي أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير. Çünkü İmam Malik'nin mezhebinde kaydılış türü okşaş bulup kalsa ikisini bir narsa hesabında qarab, onu birbirinden artıq almashtirish şeklinde olur. Menfaati qaraydi rizqqa bir nima. Mesela qo'yni qo'yga deganda bir qo'yni go'sht uchun bo'g'zaydigan bo'lsa, uni go'sht uchun bo'g'zaydigan bo'lsa, bu chog'da bo'lmaydi o'da. Ondan bir qo'yni go'sht uchun, bir qo'yni jun uchun, yoki nasllantirish uchun desa, u o'xshamagan bo'ldi deganda gap qilganda. Ya'ni buğday bilan arpa ikkisi asosan mayya qilib yeyishga ishlatilgan narsa bo'lgan, ya'ni lag'ma yeyishga ishlatilgan narsa bo'lgan ekan, qo'saq to'ydi shu
maqsad ado bo'ldi, ikkisining foydasi ber deb bir jins deb hisoblatgan ahvol bor edi. Ashuna bir asosi bor. Wa amma in kana mimma yajuzu fihi at-tafadulu, endi ortiq kam almashtirsa bo'lgan narsa bo'lib qolsa, bug'doy bilan tumi masalan, فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة. تام تقسيم قسم بولdu. Bir-birinden artık kemlap kesimi buludu. Bunu ne bilen taksim kıldı? Bilmikyal maruf o sancatul marufe. Mikyal maruf diyen manç kilo bina sıgıdı dediğin inik kemçen. Sancal marufe diyen muşu bir canda mançlekin canlı oldu. Kilo san inek misin? Manç kilo da kul olduğun canınki taksit eyle. Aşında da artık kem kısım buldu. Elbette bu tümüyle buğdayın kısı eğirlikle okşaş olması gerek. Ama yani ala cihetil cem'i ve in kana sıntayn. Yani bu ikisi iki türü nasi olsun mu? İkisini toplaplan, pomlaplan taksim kılıyorsa bular doğruptu. Bu yukarıdığının eksisi iken. Ve hadal cevazu kulluhu fil mezheb ala cihetir rıda. Yani muş caiz gen qarash razı olup kesse buludu degan gap. Maliki mezhebda razı olsa buludu demekçidir. Ve amma fi vacibul hukmi, razı olmay qalsa qana qilish kerak? Fala tanqasimu kullu subratin illa ala hida. Har birini ayrım taqsim qilish. Chiqqina shunda ham ustablam unundan nusqash bundan qo'ysa, birisiga ubbaroq narsa oz ketib, birisiga jiq ketib qoldi ish bo'ldi. Bundan keyin razı olmay, yo'q bu bo'lmadi ma ish deb qolsa, qana qilmas. Har bir do'yni ayrım taqsim. Ma bir do'yni bug'doyni masalan, tang ikkiga bo'lib qo'ygandan keyin o'tirma, andin qo'noq kelib, nima qilamiz? Wa idza qismat kullu subratin ala hidatin jazat qismatuha bil mikyal ma'lum. Har bir do'y oshni ya tovarni ayrım taqsim qilib qolsa, buni qanchalik narsa oldiganligi aniq bo'lgan kamchan bilan taqsim qilsakmi o'xshash, miqdori aniq emas kamchan bilan taqsim qilsakmi o'xshash. Masalan, bir kamchan borken 1 kilolukdan bunda musibasek bo'ldi ekan. Yoki bir nugay bo'lsa qanchagina sig'ishini qo'yamiz, nugay bilan bijnugay, mana bijnugay, ana bijnugay, mana bijnugay. Bundan pasik bo'ldi. فهذا كله وحكم القسمة التي تكون في الرقاب. نشكر قلا منقول وصن غير منقول وصن أشناس منك özünü taksim qilishning hukmiga munosabatli gaplar. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.